Turmush o'rtog'ingiz sizni xursand qilishlarini, sovg'alar berishlarini, mehr-e'tibor ko'rsatishlarini istaysiz. To'g'rimi? Bunday ko'nikma erkagingizda bo'lsagina undan buni qabul qilasiz. Bunday ko'nikmasi yo'q erkakdan hech nimani kutmang. Erkak kishini ayolga bo'lgan munosabati onasiga bo'lgan munosabati orqali shakllanadi. Chunki ona uning hayotidagi birinchi ayol. U onasiga mehr ko'rsatishni bilsa, sovg'alar bersa, doim onasini xursand qilishga intilsa, shu munosabatni keyinchalik ayoliga ham qiladi. Turmush o'rtog'ingizni onasiga chiroyli munosabat qilishiga, sovg'alar berib xursand qilishlariga ruhlantiring. Shunda o'zingiz ham shunday munosabatni ko'rasiz.